Mana bu to'rtta chiziqni ko'ryapsanmi? Menga shunchaki shu yerda kechki soat 5 gacha turib berishing kerak. Senga $50 beraman. Mayli qilaman, axir bu oson-ku. Yaxshi. Zo'r ishlading, barakallah. Rahmat. Men senga to'liq stavkada ish taklif qilmoqchiman. Albatta, men qabul qilaman. Barakallah. Hey og'ayni, qalaysan, yaxshimisan? Yur biz bilan birga aylanib kelamiz. Zo'r bo'lardi, lekin men shu yerda qolishim kerak. Nima uchun? Nimaga kerak? Men ishlayapman, ko'rmayapsizmi? Kimdir seni kuzatyaptimi o'zi? Bu mening daromadim. Sizlar yuraveringlar, men ishlayman. Sen sodiq va ishonchli yigitsan. Men seni qadrlayman. Kel, men senga 30% ko'proq maosh beraman. Endi bu yerda ishlaysan. Rostdanmi? Bu joy ancha katta ekan. Hatto bu yerdan ko'prik ham ko'rinib turar ekan. Bunga arziysan. Bu aql bovar qilmas. Mana seni maoshing $2000. Lekin agar mumkin bo'lsa, men nafaqaga chiqmoqchiman. Siz bilan ishlash ajoyib bo'ldi. Agar sen hayotingni xuddi shunday ramkada o'tkazmoqchi bo'lmasang, unda hozirdan harakat qilib moliyaviy ahvolingni yaxshilashing kerak. Agar videoni shu yergacha tomosha qilgan bo'lsangiz, kommentariyada bitta 100 raqam emojisini qoldirib keting va men sizga direktdan oyga stabil $5000 topish uchun muhim bo'lgan qo'llanmani yozib yuboraman.